Nodir aka, mana kelishganimizdek 10 million so'm va 400 dollar pul mehnatingizga rozi bo'ling usta. Rahmat. Roziman aka. Bu yoqqa xudo xolasa 6 milliongacha daromad topib maza qilib o'tirasiz. Unda rahmat aka, aytganingiz kelsin. Dadasi, taqinchoqlarim yo'q. Qanaqasiga yo'q bo'ladi? Siz jinnimisan uyni ko'rib chiq. Qanaqasiga bo'ladi? Tillo taqinchoqlarim yo'q uyga. Qanaqasiga yo'q bo'ladi? Oyoq chiqarib ketmasa kerak. Hamma uyni qidirib chiqdim. Boshdan oxirigacha qidirib chiqdim. Yo'q taqinchoqlarim. Endi shu yetmay turdi hozir. Uf, uyni qidirdim. Hammomga kiruvdim. Hammomga? Dadasi, hammomga kiruvdim. Hammomga qo'ygan edim. Mana bu ustangiz qo'lini yuvishga kirgan edi. Ha, ustangiz olgan. 100% mana shunisi olgan. Sho'g'ri, taqinchoqlarim mana shu olgan. Uylab gapirasizmi? Kelin, matilla taqinchoqlaringizni nima qilaman olib? Oddiy usta bo'lsak. Aka, xotiringiz gapiring. Og'zingga qarab gapir, bu unaqa odam emasmi, aka? Sen olmagan bo'lsang kim oladi? Qani tilla taqinchoqlarim? Shogirding qani? Qani shogird? Shogirdim uyga jo'natuvdim. Bugun mehmonlar bor ekan, bozorlik qilish kerak ekan. Ana, ko'rdingizmi dadasi? Taqinchoqlarimni bozorga sotishga shogirdiga yuborgan, o'zi pul olishga kelgan. 100% barishlogan. Bular tan olmaydi dadasi. To'xtang, hozir bularni nolikka qilamiz. Ha, bular tan olmaydi. Kelin, xudodan qo'rqing. Men sizga telefon qilmang. Hozir akam bilan o'zimiz hal qilib olamiz. Aka, to'g'rimi? O'zimiz hal qilaylik aka. Bizga tegishli kerak. Biz oddiy bir ustamiz aka. Mana shu bergan pulingizni oling. Shu bilan rozi bo'ling aka siz. Yetsa kerak tilla taqib chiqasiz akajon. Yo'q, unaqa qilmang, to'xtang. Akajon. Qanday bo'ldi? Boblading, xotin. Boblading. Mana aytganimni qilsangiz, kam bo'lmaysiz dadasi.